Hozir sizga juda oddiy, lekin ko'pchilik bilmaydigan bir faktni aytib o'taman. Nega aynan 2025-yil? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Bu raqamlar o'zi qayerdan olingan? Kim o'ylab topgan? Qadimda insonlar vaqtni har xil hisoblashgan. Kimlardir oyga qarab hisoblasa, yana kimlardir quyoshga. Masalan, Misrliklar yilni boshini Nil daryosini toshishi bilan hisoblashsa, Rimliklar yangi kelgan imperatorning davrini bu yilning boshi deb atashgan. Xullas, shunday qilib, har kim ko'rpachani o'z ustiga tortayotgan bir paytda insoniyat katta bir burilishga qo'l uradi. Bu esa bir tizimga kelishish, ya'ni o'sha biz bilgan milodiy taqvimini paydo bo'lishi edi. Bu taqvim Yevropaliklar tomonidan qabul qilingan bo'lib, sananing boshi Iso alayhissalomning tug'ilgan yillariga kelib taqaladi. Ya'ni 2025 yil avval Iso alayhissalom dunyoga kelgan. Mana shu taqvim bo'yicha yashab kelayotgan bir paytda asrlar o'tib islom dini o'z taqvimini insoniyatga taklif qiladi. Ya'ni hijriy taqvimi. Milodiy va hijriy taqvimini farqini bilishni istasangiz, Azimut kanaliga obuna bo'ling va keyingi reyslarimizni kuzatib boring. Omon bo'ling.